Mazkur asar Abdujalil Jabbor Hijronning Sapkun yuzli qiz nomli povesti bo'lib, Şundaqlı ölüp gidəmənmi? Arzu armanım, g'ay nişanlarım, judun soqqan chechakdek to'zib ketəmi? Bu ishlarni o'ylasam, ich bag'rimni ming piyg'on o'rtaydi. Ammo Azroil o'z qadami bilan meni yo'qlab kelmaguncha yosh jinimga xiyonat qilib o'lib olishni aytaman. Yo'q. O'lib olishning to'liq ahmoqonlik ekanligini tushungandan keyin hayot nomon o'tirsda ko'p qitim o'ylangan uchun men hayotni turmushning qadriga bu taklif uning qo'ynida barcha go'zallikning amri ko'ryapman. Azob denizda sargardan yopirmoqdek goh cho'chib goh laylab yurganim bilan qalbimda hayot bundan keyin jamiyatdagi ba'zi odamlarning chetlikka chiqib uchrashim mumkin. Mayli, hech qisi yo'q. Ammo meni o'zimni suyishni unutib qolsam bo'ldi. Men yangi odamlar orasidagi mehr-muhabbatga ishonmayman. Bu muhabbat meni hargiz yelkamaydi. Ana, menga tabassum bilan qarayotgan iliq chehralar, samimiyat bilan to'lgan yuraklar, shamollarning naqsi, sularning shildirishlari, qushlarning yaqinlab sayrashlarining hammasi muhabbat. Qisqasi, meni suygan odamlar ko'p. Qari qushqashdek bevafo, tep-teglar ko'zlarini mo'ldirib turadigan o'quvchilarimni men uchun meni hamma nimadan ayrsam ayraman. O'sha sabiy o'quvchilarim qo'ynida o'rnimdan dast turib, tortmakda sovuq jilmayib turgan didivini ochiqib, zarda bilan daryasini pastga qardim. Asabiylarim pasayib, o'zimni sal yengillab qolgandek sezdim. Nima degan haqli qilsam? Oldinda manzilim uzun. Seni sen qilishga tegishli nurg'un ishlar kutib turibdi. O'zingni sog'lom odamlardek ruhli tutqin. Boshqa ishni o'ylama. Bak charchab. Ko'zlarimni yumib, birdan orom ol. Men o'z-o'zimga shivirlab, asta qarab bugun o'quvchilarimga tuyuqsizlanib, navoiy men kunlarning bir kuni o'lib ketsam, qadr beshim yo'qlab qo'yasizlar. Shundaymi muallim? Odamning ko'nglini g'ash qilmang. Siz uzun yashaysiz. 100 yil. Ya, bundan uzun yashaysiz. Yana top-top o'quvchilarni tarbiyalab qator o'qiysiz. Kelgusida ular jamiyat o'z o'rnida deb sizni sig'inib, sizga tashakkur aytqili, dasta-dasta gullarni ko'tarib kelganda, ularning yaramliq odam bo'lganini ko'rib, ularga singdirgan ajringizdan rozi bo'lasiz. Ko'zlaringizga issiq yosh keladi. Mehringiz bilan ularning boshlarini silaysiz. Shundaqmi saboqdoshlar? O'quvchilarimning yurak so'zlarini anglab, qattiq qarayapman. Chanoqlarimga lo'ngga yig'ilgan yoshlarimni yoshirishga tirishib dedim. Rahmat sizlarga. Men bu gapimni niqchaqchaq qilib qo'ydim. Men sizlar aytgandek yuzim. Uningda o'zim yashayman. Sinfdan ig'ir qadamlarimni tasdiq etib chiqdim.
bo'latdi-ku. O'zimning ko'nglining parishonligini azdab, ularning ko'nglini yerim qilganim nemisi? Bu Vangchongga to'lgan shaharda emas. Bu dunyoda tikandek yolg'izman. Ne deb tökülü ata-anam yoki biror qerindishim yo'q. Balkim tug'ilishimdilla mushundaq sho'rbishon yaralgandiman. Yoki Tangri oldida men o'zimni bilmaydigan gunohlarim ko'pdi. Azob hasrat bilan to'lgan bu qorong'u hayotim baxt dunyosiga amdili ko'z ochay deganda Tangrining tuyuqsiz avatgan maktubini topshirib oldim. To'y har bir odamning hayotidagi eng muqaddas, eng go'zal, eng ulug' ish. Tangri jahondagi hamma mavjudotlarni o'z jufti bilan yaratgan degan qonuniyat mening to'yga bo'lgan umidsizligimning aksicha realligimda jo'sh urug'li ozli vaqt qolgan edi. Mening to'yim bo'lish oldida turadi. Men chin aqida ixlosim bilan sevgan odamimdan ayrilib qolgandan keyin bakmi uzun hasrat chekkan. Amdilikda o'zi uncha kelishgan bo'lmasa-mu, ammo qalbi go'zal, samimiy birini uchratgan. Ammo Abduxoliq o'lib ketgandan keyin baxtli oilasi bolani ko'p uchratdim. Ularga zo'qim keldi. Ichimda baxt tiladim. Albatta, o'lganning keyindan o'lgili bo'lmaydi ekan. Tiriklar yana turmush kechirish kerak. Gohida turmushim to'g'risida tatli xayollarni suribmi qalatdim. Meni suyadigan, menni qadrlaydigan, turmushning issiq sovuqini men bilan tang tortishga bel bog'lagan bahodir bir yigitni uchratsam, biz to'y qilsak, bir necha bolalarimiz bo'lsa, men bu illiq oilamning o'tida kuyib, suyda oqsam, yo'ldoshim men ishchan qo'llarim bilan etib bergan tomoqlarni yeb, peshonasidagi tarni rozmanlik bilan surtsa, bolalarim qozon beshini cho'gilab, "Oppa, tomoqingiz pishdimi?" deb g'alva qilsa deganlarni o'ylab qolatdim. Ammo mening dast ketgan yuragim, mag'lubiyatga uchragan muhabbatim menga turmushni to'lim umidsiz ko'rsatdi. Sirtda lapildab qor yog'ayotdi. Dam ilish kunim bo'lg'achqa, sarson ko'nglimni o'zimga hamroh qilib, ko'cha aylandim. Gerçi soğuk zahardek açığı bilen yüz gözlerimde neşterini sancıvatkan bolsa-mu, aldımı qarab ilgirildim. Bana yalğız koca aylanish bir xil ruhi azadlik baxsh etiyotdi. Ko'chada shuncha ko'p narsalarni ko'rdim. Oldimga uchirganlik har bir narsaga zo'qmanlik bilan qarab chiqdim. Ko'kish muz tutgan yo'llar, oppoq qordan to'n kiygan qarg'ay daraxtlar, bir-biriga so'qishib degidek nalagidir aldirab ketayotgan odamlar, ko'zni qamashtirib bapildab signal chalib quyundek ketayotgan rangarang mashinalar, hammasi menga shu qadar go'zal tuyulmoqda edi. Tabiatning go'zalligiga mahliyo bo'lib, kech bo'lib ketganimni sezmay qoldim. Atrofga ko'gun pardasi yeyilib, osmon bo'shlig'ida yulduzlar chaqnagan chaqdilar, ondan uyga qarab maqdim. Uyim maktabning ichida edi. Darvoza yendagi qo'g'dash bo'limi ishxonasida qishmi yoz degidek bo'yi egiz, bug'doy ko'zlari yo'g'on, quyuq qashliq, ammo sal kekashlab gap qildigan 35 yoshlar chamisidagi Hasanjon ismli bo'ytaq kishi turadi. Har bir uchrashgan chig'imizda u o'rnidan turib adab bilan salom qiladi. Men shu hamonda uning salom qaytaratdim. Ammo biror ig'izmi gap qilishmaydik. Bugun darvozadan kirishimgala birisining chaqirganini anglab keynimga burildim. Mayra xonim, to'g'ib ketgansiz, birdan o'tirib chiqamsiz. Menga azaldan gap qilmaydigan, ammo adab bilan salom qildigan Hasanjonning taklifidan sal hayron bo'lgan bo'lsam-mu, ammo chunqur o'ylab ketmadim. Rahmat Hasanjon aka, uyga kirib isinay. U bug'doy o'ng chiroyiga villada kulki yugurdi. Bo'ptamsa. Amsi men mangay, uyda qilgan azroq ishim bordi. Ma'qul. Bir ig'ir ishingiz bo'lsa,
tatmay manga dang. Men yordamshay. Ma'qul, rahmat sizga. Uning rahmat aytib mengishimga u yana chaqirib qoldi. Mayra xonim? Nima ish Hasanjonka? U qo'laysiz bir harakat bilan qo'yindan bir yaltiraqni chiqadi-da, menga uzatdi. Bu mening azroq ko'nglim cho'ng narsam emas. Alma. Bozordan setib olgandim. Qarsam bak chiroyli ekan. Shuni sizga bergim keldi. Qabul qilasiz. Uning buncha tuyuqsiz menga bir narsa berishidan sal g'alitlik his qilgan bo'lsam-mu, yaxshi ko'ngli yerda qo'ymay deb qo'lidagi yaltiraqni oldim. Rahmat, avar bo'lsiz. Uyga kirib birdam temimni ilib olgandan keyin u bergan yaltiraqni ochdim. Nima degan chiroyliq. Yaltiraq ichida ko'zning yig'ini yugidek yup-yumaloq, bir-biriga o'xshash o'tqashdek qizil olmadan ikkisi turadi. Olmani qo'limga ilib tafsiliy qaradim. Bundaq rangi, shakli o'xshash olmani faqat odam ko'ngil qo'yib tanlagandala ondan setib olg'ili bo'ladi. U nima deb kallamga kelgan bir xiyoldan o'zimga xijil bo'lib ketdim. Tova, nimalarni o'ylab ketdim. Faqat ko'ngliga yaqin tutib, bo'lmasa singlisining o'rnida ko'rib berganda shu. Hasanjon bergan olmani yeyishga ko'zim qiymay, televizorning ustiga ilib qo'ydim. Bu ikki olma xuddi ikki tal qizil yaqutdek uyimni yo'rtiblabdi. Aradan xeyli kunlar o'tdi. Hasanjon menga olmalarni berib turdi. Bir necha qatim olmadim. Ammo uning chiroyining tutilib ketgandan qilgan ishimning ko'ngliga tekkanini his qilib, yana oladigan bo'ldim. Ammo olmalarni yeyishga avvalgidek ko'zim qiymadi. Televizorning usti to'shib, dariz taktisini qilib qizil olmalar bilan liqqida to'lib ketdi. G'ayribona uyim xuddi olmaliq boqqa aylanib qolgandek, olmaning xushpuruqi ketmaydi. Men bu puroqni shuncha yoqtirib qolgan edim. Mumkin bo'lsa, bu puroq menga abadiy hamroh bo'lsa. Men bara olmaga amroh bo'lib qelyotdim. Hatto ba'zida o'zimni bilib bilmay Hasanjonning qo'liga tatliq bir tamoda talmirib qolatdim. Oxiri talmirishim bekor ketmaydi-da, Hasanjon qo'ynidan yaltiraqqa o'ralgan olmani ilib menga sunatdi. Men avvalgidek rahmat aytib uyga kiratdim-da, bo'shagan olmadan bir ikkini mazza qilib yeyitib, o'rniga yangi akaginimni tizib qo'yatdim. Gohida bu qiliqlarim o'zimga to'liq kulgilik tuyulib ketdi. Men azaldan g'am bulutlarini yer ketmaydigan chehrimda bir xil mamnuniyatning soyasining paydo bo'layotganligini his qildim. Hasanjon bergan olmalarning chiroyli rangi, suluq, tatliq ta'mi, odamni mast qilgan xushpurg'i mening turmushimga yangi ma'nolarni ato qilmoqda edi. Istin tushib, sirtqa chiqib narsa kerak setib oldim. Darvozadan kirib yetib, Hasanjonning chaqirganini angladim. Kaynimga yinib, avvalgidek tatliq tamoda uning qo'liga talmirdim. Ammo olma yo'q edi. Hasanjon yinimga kelib, menga egilib turib salom berayotgandan keyin og'iz ochdi. Bozorga chiqib kirdingizmi? Ha, uyda go'sht, may tugab qopti-ku, olib kirdim. Menga degan bo'lsangiz, aytirib berdim emasmi? Japatat. Bo'ldi. Yilimi sizni shuncha malol qildim. Men shuncha ko'p olmalarni berib, meni bir xijil qilib etdingiz. Men sizga ta hozirgacha bir atal qoqim berolmadim. Unda demang. Men bugun sizga olma emas, boshqa bir narsa bilan bermoqchi. Qani tepeqnasiz, nim ber deganman. Menga nim berasiz? Topolmadim-jimi? U oppoq tishlarini chiqarib kuldi. O'ylab beqingchi, cho'qim topolaysiz. Men shuncha o'ylabmi, uning menga nim bermoqchi bo'lganini topolmadim. Va og'zimni sal do'msaytib turib dedim. Odam taqozo qilmaydi-a? Rasul topolmadingizmi? Men
birden o'ylanib olgandan keyin eg'iz ochdim. Mundaq bo'lsin, shuncha vaqtdan beri sizni bir qitimmi tamoq taklif qilib boqmabdiman. Men uyga kirib o'xshitib tamoq etay. Birdan tilib pishidi. Sizni bugun shu oddiy tamoq bilan mehmon qilay. Angacha men nima bermoqchi bo'lganingizni o'ylanib olay. Bo'lamdi? Bu qanday bo'lamdi? Anglasam, siz menga o'xshashli buyurtqa musofirkansiz. Kunda bozordan tamoq yeyib, uy tamog'imiz yig'inib qolgansiz. Xohlasangiz, buningdan keyinmi tamoq chaqiray. Amsa, yana yarim soatlardan keyin uyimga kiring. Angacha tamoqni pishirib bo'lma. Maylimsa, ammo kunda tamoq chaqirman degan gapingizga o'ylanib biroq javob beray. Ma'qul amsa, men uyga kirib tamoq tutish qilay. Mening uyim 3-korpus, 502-uy. Ma'qul. Uyga kirib, uyni bir qurish g'ishtirib atgandan keyin tezli tamoq tutish qildim. O'zimga qolmay tamoqni pishdi. Ammo oradan xeyli vaqt o'tgan bo'lsa-mu, Hasanjon kiray demaydi. Tamoq sovib qolmasda uni chaqiray deb turishimga eshik qo'ng'iroq chalindi. Eshikni etishim bilan tangla burnimga ko'ppida qizil atirgulning hidi urildi. Orqadan oq ko'ylak, qora ko'y kostyumni yarashtirib kiygan, shalang sochlarini ratlik targan Hasanjon ko'rindi. Ko'z oldimdagi bu manzarani ko'rib hayronlik qoldim. Men farazimcha sizga nima berdig'imni o'ylab topolmadingizmi deyman, ha? Siz o'ylab bo'lgacha o'zimni olib kirdim mana. Hasanjonning oldida sal tamtirdim. Titrab turgan qo'llarim bilan uning qo'lidagi bir dasta atirgulni oldim. Rahmat sizga. Ixtiyorsiz ko'zlarimdan oqqan ikki tomchi yeshim gulning bargiga sirg'ib tushdi. Rost gapimni aytsam, men biror erkishning gul sovuq qilmag'iniga pek uzun bo'lgandi. Hech qish yo'q. Sizga yarag'anli bo'lsa, men shundan xo'sh. Abduxoliqning odoqqa qitim sovuq qilgan shu atirguli qurimasdinla umumiy tashlab u dunyoga ketib qoldi. Mana shuningdan boshlab men biror zotining chin, samimiy muomalasiga yuragidan chiqarib mehri bilan sungan biror tal guliga muyassar bo'lolmay keldim. Balkim bularga mening chiroyim sabab bo'lgan bo'lsa kerak. Oldimda ko'zlarimning ichiga qarab turgan bu kishining samimiyatidan yuragim illiq bir hayajon ilkida tiprlab ketdi. Uning oldida yosh to'kib sog'inimdan xijil bo'lib, tezli o'zimni o'ngshilishga tirishdim. Kechiring. Nima yig'laysiz, Mayra? Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Siz yig'lasangiz, meningmi ko'nglim yerim bo'ldi-ku. U issiq olqonlar bilan yeshimni ertdi. Kechiring. Oldingizda xijilman. Qani, bu yoqqa o'ting. Uni kiristog'i boshlab, qo'liga suv berib, tamoqni tezli tatdim. Tamoq shunchalik so'g'in kayfiyatda yeyildi. Garchi kayfiyatimni ko'tarish uchun tog'dan bog'dan gap qilib baqqan bo'lsam-mu, gaplarim hech qo'llashmayotdi. Bir chaqda u televizor va tekchilarning ustidagi olmalarni ko'rib so'rab qoldi. Mayra, siz texchi bu olmalarni yemadingizmi? Bo'shab qolganlarini yedim, ammo saqlarni yemadim. Bu olmalar uyimga go'zallik baxsh etib olsa, qandoqmi yeyishga ko'zim qiysin. Rahmat sizga. Olmalarni shuncha qadrliginingizdan bek xo'sh bo'ldim. Ammo men sizga sovg'a qilgan bu atirgul olmadek uzun turolmaydi. U uzunga qolmay qurib qoldi. Men amalba kechikib qurishi uchun kunda suyni almashtirib turaman. Qurib qolganda bo'lsa, qurib qolgan qismini saqlab qolaman. Mayli u qurisin yoki qurimasin, uning sizning chunqur mehringiz singan. Shunga uning qurib qolgan qismimi men uchun o'xshashli qimmatli. Ko'nglimni tushunganingizga rahmat, Mayra. Men bugun sizga bir gapni demoqchi. Qanday gap bo'lsa aytavering, quloqim sizda. Bu xijil bo'lmang, davering. Menda ya to'pinchi bo'lmasa, sizni aytmayman. U
qo'limni kappida tutishi bilan kulgim uzilib qoldi. Mayra, men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Menga tegan bo'lamdi. Yüzümge villada qizillik tepdi. Her qancha bo'lsa-mu, onu bundaq der deb o'ylamagan edim. Uning qo'li o'tdek issiq edi. Butun vujudimga targ'an bir harorat ruhimni silkib o'tdi. Uningga javob berolmay turib qoldim. Nima Mayra? Meni qabul qilmamsiz? Meni yaratmamsiz ya? Yo'q. Bilaman, men sizga loyiq kelmayman, biroq sizga bo'lgan muhabbatim oldida salohiyatim bilan hisoblashmadim. Meni tushuning. U ko'zlaridan ma'yus bir ushquni chachirtib, ko'zlarimga tikildi. Yo'q, undaq emas. Men ozroq vaqt bering. Men o'ylanib olay bo'lamdi. U qo'limni texim siqdi. Burun sizga yo'shirin kuyatdim. Keyin boshqalardan sizning to'y qilmoqligingizni uqib, sizni rasmiy qo'llashim keldi. Bugun shuncha g'ayratga kelib bu gapni aytdim. Amsa xo'sh, men chiqay Mayra. Javobingizni kutaman. U shu gaplarni deb bo'libla eshikdan o'qdek etlab chiqib ketdi. Shu kecha ko'zlarim uyqudan bedor bo'ldi. Abduxoliqni, mehribon opamni, yana menga azor bergan, yuragimga nashtar urgan ko'rimsiz chiroyimni masxir qilgan o'sha kishilarni bir boshdan o'ylab chiqdim. Demak, men yanada yashashim kerak edi. Mana oxir hayotda meni suyadigan, menga chin mehrni berishni xohlaydigan odamni uchratgan cheg'imda bekla hayajonlandim. Mayli men qanchalik sad, ko'rimsiz bo'lay, yanada qalb go'zalligimni izlaydigan kishiga yo'liqdim. Yana nemisini o'ylab o'tiray. Menga baxt, go'zallik, qaynam tashqinlik to'lgan turmush kerak. Oxir Hasanjonni tanladim. O'zimni zo'm-zo'm majburlab emas, balki rozimanlik bilan tanladim. Jahonda mayli cho'ng yoki kichik bo'lsin, hamma odamning dushmani bo'ladi. Ilgari ba'zilar kaynimdan buni olmaydi. Hozirgi erlarning bek holi yomon, bundaq rangisatlarni xotnim deb kayniga silib yurishdan o'lgidek nomus qiladi. Endi buning umri sasliqdagi loy sudek qiyr qiz bo'lib ma'nisiz ketdi. Jamiyatda neni tomochiqdek chiroyli qizlar tursa, buning nada o'rin deb g'ayvat qilishganda ko'nglim yerim bo'lgan. Necha kechani yig'lab uyqusiz o'tkazgan edim. Ammo buningga ko'nib ketdim. G'ayvat shikoyatlarni anglasammi, anglamaslik silib qo'ligimni yopirib yurdim. Qisqasi, o'zimni suyishni bilgandan tortib sal parvosiz bo'ldim. Endi bo'lganda u g'ayvatxo'rlarning og'zi yana ichildi. Ba'zilari Hasanjon kekaj, ish o'rnining tayini yo'q desa, yana ba'zilari jahonda artib bilmagandek u qiyri qoqjalmaga tegamsiz, ko'zingizga bir nim kirib ketmagandi deb kelishdi. Men faqat ularga kulib qo'ydim. Ayni chaqda hamma g'ayvatchilarning kulgi xurchi bo'lgan ko'rimsiz chiroyimni Hasanjon to'lin aydab bilgan. Men mehr muhabbat bergan yerda men nima deydim? G'ayvatlar besiqib, baxt menga cho'lpon ko'zlar bilan mehrlik qarab, darvozani kam ochgan chaqda hayotimda tuyuqsizlik qor bo'ron ko'tarildi. Taqdir mening baxtimni bir qora zindonga solib, eshikni yupli qilib yopdi-da, yo'g'on bir qora qulupni silvatdi. Menimda chaqmoq chiqildi. Yer zamin piqirdi. Yoshlarim saldak eqib, vujudim dahshat titrdi. Rahimsiz barmoqlarim sochlarimni yulib, yuz ko'zlarimni tatladi. Yurak bag'rim qon daryosi bo'lib oqdi. Shu kuni Hasanjon ikkimiz to'y xiti elish uchun rasmga tushib, ondan Hasanjonning bir do'sti ishlaydigan doktorxonaga qon tekshirtish uchun bordik. Vaqt qistab qolg'achqa men oldirab ketib boratdim.
Hasanjon qolgan rasmiyatlarni bejirib kaynimdan berish uchun qilib qoldi. Mendek yiltizsiz, qamg'oqdek bir yetmakning to'y qilishi osonga to'xtamaydi. Mushundaq paytdimi yenimda bir yaqin tuqqunimning bo'lmasligi ko'nglimni to'lim g'ash qildi. Aradan hafta o'tdi. To'y tayyorlig'im asosan bitib qolgan edi. Hasanjon atdigandala doktorxonaga qon tekshirish natijasini og'ilib ketgan edi. Tushda darsdan tushib uyga menishimg'ala do'qnishda Hasanjon bilan do'qurishib qoldim. Uni ko'rib yuragim qartidi qilib qoldi. Uning chiroyi muzdek sovuq bo'lib, aslida bug'doy o'ng chiroyi pexmi qardab ketgan. Qapoqlari sangilgan, g'azab o'ti chachirab turgan ko'zlari meni yevakdek yo'g'on ichilgan edi. U oldimga kelib, menga daqiqa tikilib turgandan keyin eg'iz ochdi. Ammo ozroqmi kekashlamadi. Esat, san qilgan aqidam, tog'dek ishonganlarim. Sen kashkolga tushib ketgan bir tuyushik mo'chaq kelsa emasmi? Seni Paris sifat, esil bir qiz deb hech kimga tanqimay cheksiz suyatdim. Aqidamni payxon qilding-ku mening. Hasanjon, bu tilim og'zimga katlashib, gap qilolmay qoldim. Danga soating nemish bo'ldi? Men hech nima uqolmay qoldim-ku. Nima? Bilmayman degan. Bo'pti, bilmasam masaga deb beray. Tuta buni. U qo'limga doktorxonaning qon tekshirish qog'ozini paqbida tutqizib qo'yib, xurum oyog'ini g'irsiltib, xuddi yana uyutilgandek gupillatib dastlab ketib qoldi. Bir qavat yosh pardasi qaplagan ko'zimni qo'limdagi qog'ozga og'dirdim. Qog'ozga xanzoch qilib HIVdan yuqumlangan degan xatlar yozilgan edi. Shu hamon beshimga g'oyibdan bir to'g'moq tegdi. Yer zamin piqirab, ko'z oldim qorong'ilashdi. Sirti lapildab qor yog'ayotdi. Osmon bo'shlig'i xuddi ko'nglimdek xira. Balkonda turib, alamli ko'zlarimni jiroqlarga og'dirdim. Cho'ng yo'lda bir-biriga jo'r bo'lib, sho'x kulki chaqchaqlar bilan mardona qadam tashlab ketayotgan jup-jup qiz yigitlarga havasim keldi. Ular nima degan baxtlik. Agar men xiyollarimni davomlashtirishga petinolmadim. Yaxshi bo'ldi. Bir hisobda bumi yaxshi bo'ldi. Baxtsizlik men bilanla ketsin. Navoda qon tekshirtmayla Hasanjon bilan to'y qilgan bo'lsam, nima degan dahshat. Hasanjonning peshonasi o'ngga. Uni Xudo saqlabdi. To'li yig'lab, qizargan ko'zlarimni ko'rish uchun tiklama aynakning oldiga keldim. Ko'zlarimga avvalgidek ko'rimsiz chiroyim chiliqdi. Ana, xuddi birma-bir chekib qo'ygandek qop-qora sapkunlar. 1 2 3 Nima degan ko'p. Balkim bir mingdan oshadigandir. Sapkunlarni sanashga taqatim qolmadi. Mushtumimni chingida tugib aynakka urdim. Quloq tubimda sungan aynakning jaranglagan ovozi anglish bilan tang. Qo'limning aynak kesgan yerlardan qip-qizil qonlar etilib chiqishga boshladi. Yarlangan qo'limni ming taslikda tengib krizloga tashladim. Sol qo'lim bilan qo'rsog'imni silab, ushshaq tomchilarning xiyilida ko'payib qolganligini sezdim. Burun o'zimni tekshirib turmag'achqa bu ushshaq tomchilarni issig'im eshib ketgan chig'i deb bilibdiman. Mana endi hammasi oyoqdagi oshdek oyoq bo'ldi. Yoshlarim quyildi. Ich bag'rim bir xanjar tiqib qo'chigandek og'ridi. Aydis. Hayotimni qurg'an g'azondek nobud qilgan Azroil. Xiyollarim o'tmishim qo'yni qarab sho'ng'idi. Yoshlangan ko'zlarimni ching'ida yumdim. Aqlimga kelsam, bizning uyda opamdan bilak
hech kim yo'q edi. Keyin mahalladagi bolalar dadisi yo'q yetim o'g'loq deb tillaganda, dadisi yo'q bolalarning hammasining boshqalar tarafidan kamsitilganini bildim. Opamdan dadamni so'ragan chig'imda u dadamning jiroq bir yerga ketganligini, uzun o'tmay qaytib kelganligini debla qisqacha javob berdi. Kunlar, oylar bir-birini qo'g'lab o'tmoqda edi. Ammo dadam yanada kelmadi. Dadam shuncha uzundimi kelmay, zodi nega ketgandi deganlarni o'yladim. Qalbimdagi illiq bir istak har doim dadamga talpinadi. U 12 yoshga kirgan yilim edi. Balkim opam dadam to'g'risidagi tugamas savollarimdan zerikkan bo'lsa kerak, rost gapini aytdi. Dadam asli men tug'ilib 6 oydan keyinla opam ishimizni tashlab ketgan ekan. Lekin ta hozirgacha izdirki bo'lmabdi. Maldagi kishilar gerçi opamga dadamni u yerda ko'doq deb kelgan bo'lsa-mu, lekin bizni bir qitim yo'qlab kelmabdi. Opam shuncha jafolarni tatsimi, yanada umidvorlik bilan yashab, meni beqib mushiga akapti. Opam dadamni kech kunduz kutib, yoshlari daryo bo'lib oqqan ekan. Opamning yoshligi men uchun g'azab bo'ldi. Lekin dadam bo'lsa biz tarafga qarab oyoq bosmabdi. Opamning hayotida birdan bir yaxshi ko'rgan odami dadam ekan. Afsus, dadam bo'lsa opamni tugamas azobga mubtalo qildi. Opamning qo'riq bosgan o'riq yuzini silab turib dedim. Opa, dadam nima sababdan bizni tashlab ketgan? Opam savolga to'lgan ko'zlarimning ichiga qarab turib javob berdi. Boshqa bir ayolni yaxshi ko'rib qopti ekan. Nimishqa opa? Siz shundoq yaxshi tursangiz, dadam yana nimishqa boshqa bir ayolni yaxshi ko'rdi? Opam qo'llarimni olqiniga oldi. Qizim, siz taxi kichik. Cho'ng bo'lganda hammani tushunasiz. Ko'ngil degan yaxshi yomonni tanlab o'ldirmaydi. Uning yuguni yo'q. Aşıq degan bir ta'tir qaynam. Uning tushib ketgan odamning chiqmaqi to'limi tas. Balkim dadang shundoq ta'tir qaynam tushib ketgan bo'lsa kerak, keyni yanmadi. Gerçi u bizni tashlab ketgan bo'lsa-mu, ikkimiz bir-birimizga eng zo'r tasalli bo'lib yashab kelyapmiz. Gerçi sizni mushinchilik qilib bo'lguncha nurg'unlagan jafolarni chekkan bo'lsam-mu, sizni baqqanimga to'liq roziman qizim. Mening umidimni aqlab, cho'qim yaxshi o'qing. Men sizni oliy maktabgacha o'qitaman. Mayli qanchalik jafo chekay, bu irodamdan yonmayman. Ma'qul opa, men cho'qim yaxshi o'qiyman. Shuningdan keyin opamdan dadam to'g'risida qayta so'radim. U opamdek bir yaxshi ayolni mendek bir umoq qizini tashlab etib ketgan ekan. U cho'qim eski odam. Biz dehqon edik. Opam bekli ishchan ayol edi. Oltimo yerimizga qarab o'ltirmay, beg'imizdagi mevalik daraxtlarning mevasini bozorga olib setib pul qilibdi. Qo'li bekor bo'lib qolgan chaqlarda to'la eg'ildan qechib chiqib ketib, etiz chepib yuradigan kapsiz oli muzeyimizni tutib kelib, mahkam solab qo'yatdi-da, inakning sutidan seg'ib qetiq qo'yatdi. Andan ximir yo'g'irib, po'rak non yoqatdi. Nonlar qizirib pishqanda, yulg'un chiviqidan to'qilgan badang sevatning biriga qetiqlarni, yana biriga bo'z po'rak nonlarni silib, egilib sunib ketay degan apkash bilan ko'tirib bozorga mang'atdi. Opam har qitim po'rak non yoqsa, menga kichik qilib 2-3 ni yeqib beradi. Men u suzib bergan qaymoqlar bilan po'rak nonlarni mazza qilib yeydim. Opam balamni uyga tutqizmayman deb faqatla to'y qilmadi. Kelgan elchilarni chiroyli gap qilib yo'lga selib qo'ydi. Opam bilan ikkimizning kunlari bag'ri illiq sahroda ana shundoq o'tdi. Biroq suzuk osmonda tuyuqsiz guldirmami chaqqandek bir ish har ikkilimizning ko'nglini parakanda qildi. Men opamga o'xshaydim. Oq, yumaloq yuzlik,
Çolpan ko'zli qiz edim. Mahalladagi hamma odamlar meni chiroyli qiz deb atashadi. Biroq menga ko'z tegdi. Ap-aq tulun ayga o'xshaydigan yuzimda dastlabda bir nechtal qora sapkin paydo bo'ldi. Uzunga qolmay bu sapkinlar birdan, ikkidan ko'payib yuzimni butunlay egallab bo'ldi. Bechora opam bu holatimni ko'rib, puti ko'ygan to'g'udek tipirlab ketdi. Agar yo'ldan o'tayotganda biror tonish bilish uchrab, holimga ich og'irtib, ikki eg'iz gap qilgudek bo'lsa, u yomg'irdak to'kilib ketadi. Qarang, qiz bola tursa, oydek chiroyi bor qizim edi, bilmadim tuyuqsiz mushundaq bo'lib qoldi. Hey, men xudoning oldida nim gunoh o'tkazdim pan, bilmayli qoldim. Doktorxonaga aparsam, yuzlik sapkinlar bir mazgil yo'qgandek qildi. Keyin yana paydo bo'lib qoldi. Hatto ovib ketdi. Ular gendamdo yoki pendamdo shunga munosabat ekan. Buni hozircha davolaydiganiga amal yo'q, kechirsizlar. Ammo umid bor bo'lsizlar, qizlar cho'qim saqayib ketadi deb o'zarhonlik aytdi, yondirib keldim. Keyin bir tevibning doğrusini maqtab keptikan, shuni qimmat pulga elib ichirsam, bechora qizimni ichini surib, tas qoldi jinni olg'ili. Biri mollam bilan ko'rishib beqing devidi, ko'rsasam, qizlari jin shayatlarning uvusi siyib qo'yibdi. Har chorshanba kuni subih mezgilda biylikni yumulab, biri yupurmaqidagi shabnamlarni yuziga surtib, buni o'qisin deb yozib berdi. Opam shundoq deginicha qo'yindagi mollam yozib bergan xatni ularga ko'rsatdi. Keyin men opamning o'rgatgani bo'yicha har chorshanba kuni subih mezgilda biylikni yumulab, mollam yozib bergan mono xatlarni o'qidim. Dat aytdim, dat, sapkin to'rg'ayning tuxumida bo'lmay mening yuzimda nemish qiladi. Dat aytdim, dat, bidilikim dat, sapkin to'rg'ayning tuxumida bo'lmay menda nemish qiladi. Shularni degach, bidiyo burmag'idagi shabnamlarni yuzimga suratdim. Afsus. Necha chorshanba bidilikda yumulab, oyga tatlagan bo'lsam-mu, mollamning buritmisimi menga kor qilmadi. Mahalladagi kapsiz balalar orasidagi sapkin yuzlik Alvasti degan laqabim yuragimni hardek chaqdi. Opamning har yonga chepib yurib qolganlarimi bu sapkinlarni yo'qotmadi. Hash-pash degicha o'rta maktabga chiqdim. Garchi o'qishim oldingi qatorda bo'lsa-mu, saboqdoshlarimning kamsitishiga uchrab, ruhim sunib turadi. Yuzimdagi sapkinlar ularning kulgi xorichi edi. Sinfdagi sho'x yigitlarning qo'yniga mahkam tiqib akagan purqi demoqni yoradigan, amdila olib bo'lgan janoni o'rikning g'o'rlari chiroyli qizlarga noil bo'ladi. Gohida o'zimni bilib bilmay u yigitlarning qo'liga talmirib qolgan chog'larimda ular ko'zlarini yo'g'on echib, "Holingga baqsang bo'lmamdi" degandek sat olayotdi-da, yuragim chimmidi qilib qoladi. Chiroyning bu odamga bir baxt ekanligini his qilib, yuzimdagi bu sapkinlarni yo'qotish uchun har xil amallarni qilardim. Biroq qilganlarim kor qilmay, ko'nglimni parishonlik qoplaydi. Yillar o'tdi. Sapkin bosgan yuzimga qarab to'la yig'lab, tongga uyg'ongan kechalar, men yumilgan bidliklar, meni kamsitganlar, qalbi otash mehribon opam hammasi kaynimda qilib, zafar quchib oliy maktabga keldim. Yangi hayot, yangi turmush meni qo'yniga oldi. Men kishilarning chiroyini choyga chilab ishgili bo'lmaydi. Odamda axloq fazilat, go'zal qalb, samimiy ko'ngil bo'lsa, shu eng cho'ng go'zallik deganini to'la anglaydim. Ammo hozir odamlarning hammasi kishilarning chiroyiga qarab muomala qilamdi yoki menga shundoqlar uchramdi. Mening bu sapkinlarim oliy maktabdami ba'zilarning tarafidan so'g'uq qarshi elindi. Bu yerdami yuzimdagi sapkinlarni yo'qotish uchun ko'p tirishdim. Bir mahsulotni ishlatsam, terimni so'yib tashlab, yuzlarimni qizartib, yana necha kundan keyinla sapkinlarimni asliga akab qo'ydi. Yana birisi vaqtliq yo'qotdi. Önümü bo'lmasa pulingizni qaytiramiz deb va'da berib sotgan yiliga 560 yonlik mahsulotchi teg'i. Opamga telefon qilib aytsam, xushallik bilan pul evatib bergan. Keyin qilchimi önüm bo'lmay, Sovet saroyiga borsam, men yuzmay setib olganlarning o'z tugul soyisimi yo'q.
Soat saraydagilar biz Pokayni ijaraga berishni uqimiz, qog'in bilan korimiz yo'q. O'zini izdang deb ega bo'lmadi. Shuncha tirishchanliklarni ko'rsatsam-mu, yo'qmagan bu sapkunlar oxir meni xotirib qo'ydi. Apamning ming bir chapat topgan pullarini buzib checheverishga yuzim qizadi. Keyin butun zehnimni o'qishga qaratdim. Shu kuni tushdan keyin dars yo'q edi. Savoqdoshlarning hammasi degidek savoqdoshim Aynurning tug'ilgan kuni ketgan edi. U meni taklif qilishni unutib qoldimi yoki boshqa biror sabab bormi? Men bu tug'ilgan kuniga berishga muyassar bo'lmagan edim. Shunga sinfda yolg'iz dars muzokara qilib o'tirgan edim. Birining gap qilgan ovozi diqqatimni bo'ldi. Mayra? Ha? Uyg'onish qotamsa? Beshimni ko'tarib qarasam, savoqdoshim Farhod ekan. Ha? O'ltirib ishing pishqanda sirtqa chiqib aylanib kelaylikmi? Güzel Nurchi, uning bilan birga Aynurning tug'ilgan kuniga ketgan tanlagu. Voy, uning gapini qimig'ini achchig'im kelib qoldi-ku. Sizlarga nima bo'ldi? Bir obdan turatdinglargu. Urushib qoldinglarmi? Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Tarishqalarni ochig'i yonadi. Men sizlarni yarashtirib qo'yay-a? Uni adi deyshayli. Bugun meni ko'nglim parishon. Men bilan birga sirtqa chiqishib bersang-chi. Bu qandoq bo'la? Yana muzokara qilgan azroq mazmun bordi. Chiqmasang, rostli xafa bo'laman. Men yotadam emas-ku, savoqdishing bo'lgandan keyin. Chiqsang nima bo'ldi? Ko'nglim beklerim unda qimg'ina. Mening ko'nglim yerim bo'lgan vaqtlar ko'p edi. Shunga men miskinlikning dardini obdan tushunatdim. Farhodning parishonligi yesdashligimni qo'zg'adi. Uning ostol tasalli berish uchun birga chiqdim. Biz uzoq ko'cha aylandik. Bir chaqda qorong'i tushib, atrofga ko'kin pardasi yeyildi. Men Farhodga qarab ketishni aytdim. U diskoxonaga kirib birdan o'tirib andan qaytishni aytib, chiqib turmadi. Uni gapga kirgizmay, noiloj uni ta'kidladi. Diskoxona qorong'i bo'lib, odam sal diqqat qilsa chiqib tushadi. Aroq bilan tamokini olishib ketgan ko'ngilni kelishtiradi. Mayra, sana deydigan bir gapim bor deb olay. Adni birligi deydi bulamda. Uning qo'ldan qulog'i so'rdi. Degna tezroq qilsa, qanday gapdi? Yaqin kela qulqinga deyman. U qulqinga gap qilmoqchi bo'lib, bo'ynimdan qavli tutdi-da, hayron bo'ldi. Meni Kristoga ziqdi, ustimga tashlanib, yuz ko'zlarimga osh ko'zlab sevishga boshladi. Bu tuyuqsiz zarbni nima qilishimni bilmay, o'zimni orom olishmadim. Ağzımdaki barliq tükürüklerimi yığıp onun yüzüne şalaqqa tükürdüm. Tüy! Neymiş kılatsa? Hayvan! Koyuvet beni! O peyğim vahşileşti. Kollar bilen köksümni qattiq mucib allaqandaq hareketlerini qildi. Hayvan! Beni koyuvet! Bo'lmasa odam chaqirma! Odam! O alqanlar bilen ağzımda kapı tutup xiyqirab turib dedi. Mayra, seni yaxshi ko'rma. Shundaq sat olvas kabi bo'lsang bo'l, endi seni suyma. Faqat bo'lamidi meni qiynama tez bo'la, birdan tugaydi jinim bo'la.
Kulaklarım homuldap ketdi. Bu adami hayvanning yüz gözlerimni yalayotgan sesiq og'zini kuchab turib kaslik tishladim. U o'q tekkan yov cho'chqidek ustimdan domlab tushdi. Ey, ya üstüni qilgan bilmaydigan razgichalar. Rasvaya aynak bir qarab baqay, seni kunduz ko'rish uyoq tursin. Kech ko'rsim ko'ngilsiz odamning, ey. To'y, bop ko'ngilni chiqib qo'ya desam, nima haling baqmaysa jilab berasan, ey. Uning zahardek ochiq gaplari yuragimga neshtardek tegdi. G'ururim payxon bo'ldi. Qizliq izzat hurmatimga urilgan bu qamcha qalbimni par-par qilibdi. Vujudimga to'lgan ajoyib bir sehri kuchning turtkisida uning yuziga g'azab bilan changda bir tasdik soldi. Alam va xo'rliqdan chanoqlarimga patmagan yoshlarim mag'zimni bo'ylab saldek oqdi. U kayniga bir necha qadam santirilib, izida chippida to'xtadi-da, birdilla menga itilib, usti beshimga mushtipiklarni mo'ldirdek yog'dirdi. Og'riq azobiga soat ichidim. Ey, qo'lingni tut! Birini bo'lmagansiz? Men mana unda yuz ko'zlaringizni aytaydim. Diqqat qiling! Farhod bir qo'lda qo'rsig'ini tutib, yana bir qo'lda javg'idan sirg'ib chiqayotgan qonlarini eritqash varqirdi. Ya Arbem, to'xtab turmasan, xutumba. Ko'rsanib qo'yay. Ma'qul. Farhod Dizguxondan bir kayniga, bir oldiga qarab chiqib ketdi. Yigit atrofimizga o'ralgan odamlar to'pidan sug'urilib chiqib dedi. Yuring, biz chiqaylik. Men tez uning ergashdim. Bu la'natdek kurchaydan sirtqa chiqibla ko'ksimni to'ldirib chunqur nafas oldim. Kecha sutdek oydin edi. Shuncha tuyuqsiz bo'lib o'tgan ishlar nervlarimni qalaymiqan qilib o'tgan edi. Yigitga qaradim. Uning oppoq yuzi ozroq surilib ketgan edi. Shuncha xijillik ichida dedim. Kechiring, meni deb bir muncha ovorchilik deb bo'ldingiz-a? Yo'q, hech qisi yo'q. O'zim sizga yolg'iz diskoxonaga kirishimga uning sizni urat qilganini ko'rib qoldim. Bunda qahvani ko'rib qandaqmi chidaydi-da? Shunga o'ylab urishib qoldim. Sizlar qizlar shunda aziz tursanglar, qarang namatlik qilayotganini. Sizga ko'p rahmat. Biroq yuzingiz, men uning yuziga qarab, o'zimni to'liq o'ng'aysiz bir ahvolda sezdim. Ya, cho'ngish yo'q. To'g'ri so'rsam yaxshi bo'lib qoldi. Qarsam, Abay baqqa tuqiribdi. Avval men siz doktorga bir baqay. Sal ansirab qoldim. Tekshirib baqayli. Bo'ldi, cho'ngish yo'q. Men yaxshi bo'lib qoldim. Rasman? U qapqara ko'zlarini ko'zimning ichiga tikdi. Uning ko'zlariga qarab, yuragimning sho'rida qilib qolganligini sezdim. Ko'zlarimni tezla ipqichib dedim. Rasish yo'q. Bir ayringiz og'ritgan bo'lsa, o'shirmay danjuma, keyin yana chatoq chiqmasin. Yo'shirmadim. Rasli yaxshi bo'lib qoldim. Hech yerim og'irmadi. Gerçi ustaxonlarim og'rib turgan bo'lsa-mu, uni yana avvar qilishni xohlamadim. Shuni yolg'on gap qilishga majbur bo'ldim. Undaq bo'lsa, men sizni uyingizga borib qo'yay. To'g'ri ichib, yaxshi aram eling. Uyingiz nada? Men bu yerlik emas, oliy maktabda o'qiyman. Shulan davitib, yuzim o't og'andek bilini qizarib ketdi. Biroq u mendan ifodasizlik so'radi. Boya sizni urgan sizning yigitingizmi? Yo'q, mening savodishim bugun ko'nglim yerim billa sirtqa chiqish bergin deganda, ma'qul deb billa chiqqan. Keyin diskoxonaga kirib chiqayli deganda, yuzgilamay billa kirgan. Biroq u shulan davitib, sapkin bosgan yuzlarini olqonlarim bilan yoshirib yig'latdim. U yelkamni yenikkina tutib tasalli berdi. Bo'ldi, ko'nglingizni buzmang. Odamdan ichib kirib chiqib bo'lmaydi. Uni tushungan bo'lsangiz, siz buni onam bilib chiqmaydingiz. Bugun o'tib ketadi. Ertagan umid bilan qarimsaq bo'lmaydi-da. Hayot demak, umid demak. Siz bu ishlarni ko'nglingizdan chiqarib deb mag'rur yashang. Bulamdi. Uning
samimiyat bilan aytilgan so'zlari menga qattiq ta'sir qildi. Yoshlarimni eritib turib dedim. Rahmat sizga. Cho'qim shunday qilma. Soat 9dan oshgan. Ko'cha avtobuslari alli burun to'xtab ketgan edi. U meni taksida olib qo'ymoqchi bo'lgan edi. Maktabning yiroq emasligini, piyoda mansam birdamla berib bo'lganimni aytib, siliqqina rad qildim. Ko'nglimda qutqazuvchim bo'lgan bu fazilatli yigitning turmushidan oz to'la xabardor bo'lish iste'gi tug'ilgan edi. U o'zining piyoda yo'l mengishga amroqligini aytib, meni olib qo'yish uchun bilmangdi. Ketayotqach, uning ismimni, turmush qarashim va orzularimni qisqacha qilib so'zlab berdim. Ham uning turmushidan oz to'la xabardor bo'ldim. Uning ismi Abduxoliq bo'lib, san'at institutining naqsh kasbining o'quvchisi ekan. Shanba-yakshanbaga vaqtini bekor o'tkazmay, o'z talantini joriy qildirib, ko'ngil etish so'rinlardan naqsh etib, oz to'la iqtisod qilar ekan. Men hayron qolgan ish shu bo'ldiki, bu oydin kechada yuzimdagi sapginlar tovoqdagi oshdekli ko'rinib turadi. Ammo uning bularni ko'rmagandek shunday tabiiy kayfiyatda men bilan qizg'in paranglashishi ruhimni ko'tarib qo'ygan edi. U men uchratgan yigitlarning orasidagi birdan-bir sapginimni tilga elib, meni xijil qilmagan yigit edi. Ha, undaq bo'lsa ma'qul. Bundan keyin bir ash qarshingizga tushib qolsa, meni izlang, ha? Kuchimni yetish cho'qim yordam qilaman. Mana mening telefon nomerim, aloqalashib turaylik. Ma'qul. Ana shu azobliq ham ma'nilik bir kunim mening hayotimga qisqilib baxt va abadiylik hijronni boshlab keldi. Abduxoliq bilan bir necha qitim uchrashgandan keyin chiqishib yaxshi do'stlardan bo'lib qoldik. Bag'ancha uni yoqtirib kelyotdim. U naqshni shunday yaxshi aytadi. Uning naqshlari yuraklarni chekib, hayotga hayot, jonga jon qo'shadi. Shanba-yakshanba kunlari alohida ishim chiqib qolmasa, uning yeniga berib naqshlarini anglab kelatdim. U tashabbuskorlik bilan meni taklif qiladi. Uzun o'tmay uni haqiqatan yaxshi ko'rib qoldim. Bu muhabbat ich bag'rimni o'rtab, gulxon bo'lib yondi. Mana shu daqiqalarda haqiqiy muhabbatning qudratini tunib yetdim. Ammo o'zimni kamsitdim. Ko'rimsiz chiroyimni har bir qitim ko'rganda yuragim qattiq og'riydi. O'zimni Abduxoliqqa loyiq kelmaydigandek his qilardim. Keyin qalbimning go'zal va suzukligi meni yana umidlantirdi. Mening Abduxoliq uchun qilgan har bir ishimga chin samimiyat va cheksiz muhabbat singib ketgan edi. Abduxoliq oxir muhabbatimni tanib yetdi. Meni chin yuragidan qabul qildi. Nemisinday? Uning menga atab ijod qilgan naqshlarini, menga sungan dasta-dasta gullarni, yoki samimiy muhabbat yo'g'rilgan sadoqatini. Ko'p. Haqiqatan ko'p. Deb bo'lmayman. Men asli Farhodni bekla oddiy o'ylabdim. Uning qo'lidan bunday cho'ng ofatning kelganini xiyolimga keltirmadim. Oqibatda u o'zini, mening qari ko'z vafodorim Abduxoliqni shundaqla yana nurg'unlagan kishilarni vayron qildi. Shu kuni go'zal nur yenimga chiroyi parishon oldi keldi. Yiliq ish bo'lgandan keyin u menga ochiq chiroy ochmagan edi. Bir necha qitim tushuntirmoqchi bo'lgan bo'lsam-mu, menga fursat berdi. Bir necha qitim uningdan tekkanni yegandan keyin men yoltib qoldim. Ko'nglimda go'zal nurni meni ayblaydi. Uning bilan Farhodning yurganini bilib turib, muhabbat odam bilan sirtqa chiqqandan keyin o'zimga oz deb uning ayblashlarini anglash uchun tayyorlik qilib turdim. Go'zal nur yenimga kelib, qo'limni tutib, ko'zlariga liq yosh ilib turib so'zildi. Jinim Mahira, ayinchaqdisini rasul xato ayblabdiman. Gaplaring quloq solmabdiman. Farhod Mahira menga chaplashib olib, yurayli deb bek chingtirib oldi. Oxir uningdan qutulolmay beksat urvatdim. Uningga qayg'im o'tgan cheg'i ikkinchi o'tog'liq gap qilmadi degan edi. Uning gaplariga asosan ishonibdiman. Demisimi shu chaqdagi yuz ko'zlarindagi ko'k meni gumonlantirgan edi. Hozir o'ylasam, bekli satishganman. Oxiri burnimga yedim. Farhod aslida ujmi ko'ngil, suyuq bir nima ishgan.
Men bularni bilmay, onunğa məsalınlac aşıq bopdiman. Onu jinimdanmı aziz görübdiman. Hech o'ylanmayla eng qimmatli narsamni ona ikki qo'llab sunibdiman. Ata-onamning mendan kutgan orzu umidlarini shu arzimas saxta muhabbatga tegishibdiman. Bugun bilsam, necha vaqtdan beri g'aflat ichida yuribdiman. Aql ko'zim ko'r bo'pti. Qaysi kuni uni yuz ko'zlarini ali yeshil bo'yib olgan bir qiz bilan ko'rib qoldim. Keyin ayshib xali mangdim. Ular bir bog'cha ichiga kirib o'ldirdi. Aradan uzun o'tmay qaqaqlab kulishgunicha bir-birining bo'yniga girasilishib, chingilakdek chirimishib ketdi. Özümni sezmigan holda ularning yeniga berib, yeliq alavasning chechini yo'lib, Farhatning yuziga tükürdüm. Asli Farhatning menga yolurdi. Tizilib turib kechirim so'rab, qilgan ishiga to'y qildi deb o'ylagan edim. Afsus, u meni yeliq alavasning oldida nechtasdak urib, "Sen beshamni bugundan e'tiboran tunimayman" deb ketib qoldi. Yumran yuragim tag'i bilan tilgandek etishdi. Xodimni bilmay, hali o'zimgacha garang holatda yurdim. Endi bilsam, men aldinibdiman. Farhatning va'da qasamlariga ishinib, uning illatlarini hech kimga tinmay yuribdiman. Necha vaqtdan beri o'zimni yo'qotib sodliq qilibdiman. Mahira, qani aytqina. Hozir hammani qaytadan boshlasam kechgandimanmi? Uning ko'zlaridan yip uzilgan marjonlardek to'kilgan yoshlar bag'rimni asdi. Uni bag'rimga mahkam besib turib dedim. Ya güzel nur, kechikmidim. Sen dehi yosh. Oldingda nurg'unlagan ishlar sening qilishingni kutib turadi. Hayotda sendan boshqa qimmatli narsalarni yo'qotganlar ko'p. Ammo oshilarning orasidami umidvor yashab kelayotganlar, baxti kulganlar yanada mavjud. Dunyoda yo'qmaydigan nima bor? Odamni bir umr tirishib, oqibat o'lib ketadi. Odam degan shundoq bo'ladi ekan. Har qanday bir narsa qo'limizda bor chog'da qadriga yetmaydi ekanmiz. U qo'limizdan ketganda bo'lsa, qayg'urdi ekanmiz. Balkim bu bizning bir ojizligimiz bo'lsa kerak. Qara adash, xuddi men shuncha ko'rimsiz bo'lsam-mu, opamning go'hardek e'tibor qizi. Mayli sen nimali bo'l, ota-onaning oldida to'lim qimmatlisan. Ular seni suydi. Hayotda ota-onaning muhabbatidan ortiq nima bor deysan? Shunga sen yanada baxtli. Umidsizlanma. Baxtning oldingda dunyoda azmaydigan odam yo'q. Hamma odamning sodda, nodonlik bosqichi bo'ladi. Endi Farhatni turmushingda ishtirib chiqarib. Oldinga qara. Ana, oqish tog'larda, kumushrang upuqlarda sening simoyang adash. Güzel nur, çaşlarımla sildi. To'g'ri deding adash. Men yana umidvor bo'lishim kerak. Baxt oldimda. Farhat bilan tutgan yo'lim, g'oyam, nishonim tubdan qarshi. U hargizmi mening hayotimning bir qismi bo'lolmaydi. Gaplaring dil yaramga shifo bo'ldi. Meni kechirgin. Sana behuda azor qilibman. Yaqay. Sendagi go'zallik qalbingda ekan. O to'limi muqaddas ruh ekan Mahira. U lungrab yig'lab ketdi. Titrayotgan qo'llarim uning yeshin surtdi. Ko'nglingni buzma Güzel nur. Men sana ishinaman. Sen cho'qim futuq qazinsan. Bu kunlarm o'tib ketadi. Güzel nur bir oz yig'lagandan keyin esiga keldi. Va yig'idan qizargan ko'zlar bilan menga qaradi. Mahira, sen Farhatning qandoqligini bilamsan? Uni tushunamsan? Yo'q, ozroqmi tushunmayman. Tushungan bo'lsam, uning bilan birga sirtqa chiqib, o'zimga qabullik deb bo'lmas bo'g'iydim adash. Güzel nurning uni ichiga tushib ketdi. Güzel nur, uning yana men bilmaydigan boshqa illatlarim bormi nima? Güzel nur birdan turib ketgandan keyin og'iz ochdi. Mahira, sana demasam kimga deyman adash? U zahar chekidi. Nima?
Beshimga bir qapoq suv quyilgandek andikib ketdim. O xroyinchi ekanmi? Shunda u zahar chekyotdi adash. Men onun bilan yurmasdan burun chekitgan. Dastlabda bilmabdiman. Keyin bilgan cheg'imda bo'lsa, Allah buralı ko'nglim uning tutqun bo'lgan ekan. Keyin tosishlarim kar qilmadi. O mening bu ishlarni hech kimga tanımasligimni jekilab turdi. Oxiri shu ishlar bo'lib, yuragimga qo'limni silib turib, uningdan ayrilib ketdim. Mana bugun sana dardimni aytib yig'lab turibman. Har az tunugin sirqi chiqay edim, uni ko'rib qoldim. O seni doim izlab keldigan heliq oq yuzlik bola bilan birga yuriydi. U bolaga aytqin, uning bilan aralashmasin. Nim dedim? Shurikim jig'id qilib qoldi. Sen xato ko'rib qolmagansan, Güzel Nur. Yo'q, xato emas. Dal shu bola. Uni necha qatim ko'rgan tursam, tunayman adash. O sana yigitmi? Ha. Abla, chataq bo'pti adash. Ferhat o balını yoldan çıkarması bulatdı-gu. Derhal tosqun adaş. Rahmat sana Güzel Nur. Sen demegen bolsan bilmey yürekkenmen. Sen aşın, men aşım. Ferhat'ın boş çaqıl qıl bolmaydı. Derhal o balığı etqin. Maqul Güzel Nur. Rahmat sana. Güzel Nur ketdi. Men turgan joyimda qaqqan qo'ziqdek turib qoldim. Abduxaliqqa telefon qilib, kechda darsdan tushganda ko'rishni aytdim. Ko'rishganda bo'lsa, uning gaplarimni tuzla dedim. Meni suyamsiz Abduxaliq. Nima? Acaba sen bilemedingmi? Bugün nimda g'alatasan? Bildim. Lekin yana bir anglığım bor. Dana? Suyman canım, cheksiz suyman. Bu jahonda senden başka ikkinchi bir qizni hargiz so'ya olmayman. Ilgari sen men shuni deb tursam, meni yana suyamsiz deb so'raganda men hayronlik qilgan. Bugun bu savolingdan ikkinchi qatim hayron qolyapman. Sen shunda qo'yay, yuzingdagi sabkilla mening ko'zimga atirgul, qalbim bir otash, mehring bir daryo, ko'zlaring bir cho'lpon bo'lib ko'rindi. Sen bilan dastlab tutunishganda ash ko'zlaringga amroq bo'lgandim. Qarab to'ymaydim. Mana bu ko'zlar yana shundoq go'zal. Uning gaplarini anglab daqiqa turib qoldim. Bu chin yurakdan aytilgan samimiy so'zlar edi. Uning qalbi menga bo'lgan sadoqatga to'lib ketgan edi. Uning cheksiz ishonatdim. Hayajonliq ilkida to'kilgan yoshlarimni surtib dedim. Iliq kuni biz bilan urushgan Farhod esingizdami? Qanday desa? Boshqalardan anglasam, uning bilan aralashibsiz. O sizning xilingiz emasdi. Uning bilan nima sababdan birga yurganingizni bilsam bo'lamdi, Abduxaliq. Boshqa alohida sababmi yo'q? Bu mendan eliqish uchun boshda kechirim so'radi. Keyin do'sib qoldik shu. Nima do'st bo'lsam bo'lmoqda? Sizning uningdan boshqa do'stlaringizmi ko'p-ku? Odam tepamagandek uning bilan do'st bo'lganingiz nimasi? Dunyoda azmaydigan inson yo'q. Uning bilan bak yaqin emas. Bir necha qatim ko'rishib bila tamoq yedim shu. Uni tushunamsiz? Ancha-muncha. Yo'q, siz uni tushunmaysiz, Abduxaliq. Uni xiroyinchiga desam tushunamsiz? Abduxaliqning chiroyi ta'tirib ketdi. U mening tuyuqsiz degan bu gaplarimdan taptirab qoldi. Nima? Sen buni qanday qilsa? Sizmi bilamdingiz? Yo'q, men qanday bilay? Undaq bo'lsa, bugun bilganingiz yaxshi bo'ldi. Endi uning bilan aralashmang. Men sizdan bek ansirayman. Agar rostdan meni suysangiz, meni yaxshi ko'rsangiz, u sizni izdasinmi, uning bilan qayta ko'rishmang. Men sizga yaxshi bo'lsin deb deyman. Ma'qulmi, Abduxaliq? Ma'qul. Endi ko'rishmay. Biz bala tamoq yegandan keyin xo'shlashdik. Necha vaqtdan beri ko'rishgan chog'larimizda bo'lsa, uning bilan deyishmagan gapimiz qolmaydi. Hatto shuncha qizg'in kayfiyatda kesh bo'lib ketganini tuymaylik qilishatdik. Ammo bugun har ikkilimizning kayfiyati tuvan edi. Men kayfiyatimizni ko'tarish uchun bir necha tal yumor aytib, zo'rg'a kulgan bo'lsam-mu, ammo u ijlanmadi.
men balkim uning qo'pol tegib qo'ygandiman yoki shaxsiyatiga aralashib chekidan oshirib o'tgandiman. Ammo men har ishkilimizga yaxshi bo'lsin deyman. Uning ko'nglimni tushunishini to'liq umid qilaman. Bu eng oxirgi o'qish yilim edi. Tuyuqsiz kelgan bu shum xabar ruhimni davolg'itratdi. Shu kuni yotoqda o'ltiratdim. Yurtdagi qo'shnimiz Atika Madidan kelgan xabarni anglab, menga chaqmoq chiqib, yer zimin piqirab ketdi. Apınız yanaq tarixidan yiqilib tushib, hozir doktorxonada jiddiy qutqizadi. Darhol keling qizim. Bu shum xabarni anglagandan keyin qo'ygan tutqunimni bilmagan holda yurtga qarab yo'lga chiqdim. Ammo uyga kelganimda bo'lsa, ko'yginim Mehribon opamning oftobdek illiq chiroyi bo'lmasdan uning qabrisi bo'ldi. Yig'ladim. Qaqshidim. Necha qitim hushimdan ketib, yana aslimga keldim. Opamning qabrisini quchoqlab, yig'lab turganimni ko'rgan Atika Madi onalik mehri bilan beshimni siladi. Sabr qiling qizim. Hammamiz o'lib ketamiz. Bechora opingiz necha kunning oldida yanaqlarni setib, qizimga pul avatman deb turadi. Tuyuqsiz yanaq daraxtidan yiqilib tushibdi. Shu kuni uyda to'sga gap qilib, uyinglarga tuz so'rab kelsam, opingiz yo'q. Bir necha qitim chaqirsam ha demadi. Biri qara degandek boqib kirib qarasam, yuragim qart qilib qoldi. Opingiz yanaqning tuvida qon saprab bo'lib yotibdi. Qo'lida yanaq odam badira. Balalarimni chaqirib darhol doktorxonaga olib bordim. Doktorlar ham qutqizib qola olmadi. Atika Madi shularni davit yig'lab ketdi. Men uni ching'ida quchoqlab, yoshlarimni bulishib qo'yib etdim. Ah, jinim opa. Bir umr meni deb chopot tatib keldingiz. Oxirgi tiniqlaringizda bo'lsinmi? Yiningizda yukinib, beshingizga yostiq qo'yib beramaganimdan, bir chin osh etib suyni og'zingizga temib olmaganimdan, yurak bag'rim qonib mening. Sig'lab qaqshab, uyda hafta turgandan keyin mangmoqchi bo'ldim. Ko'nglimni ko'tarib o'tibsiz bir hasrat hukmron edi. Bu uy opamdan ayrilib shuncha mo'ngsirab qolgan edi. Atika Madiga 6 moy yerimizni terg'ash, eg'ildagi ichki kolini beqib turishni aytib, Urumchiga yo'l oldim. Kelib, necha kundan keyin Atika Madi yana telefon qildi. Voy Seyit sho'rpishani qizim. Dadangizdan buncha balaga bosish kerakligini o'ylab ketmagan ekanman. U ana bola ishkanlarni shuncha yil tashlayotgan azab, opangizdan kirpiga tup qo'nmay turib, siz ketgandan keyin bir kechada o'g'irmishlik paydo bo'lib, opangiz rahmatlikning sandig'ini chiqib, oldig'ini ilib bo'lgandan keyin yana rozi bo'lmay, ikki kalini urishib tartib oldi. To'sqinimizga unamay, yerni va uyni yuqori mahallagi Yasin sekretarga setiverdi. Bir qizingiz bor, unda qilmang deb shuncha yolursammi, uning xayoliga kirmadi. Asli yer va uyning xati shu vafosizning nomida ekan. U oldig'ini elib bo'lib, qandoq kelgan bo'lsa, shunda xoyib bo'ldi. Yurtdagi o'lmolam uni to'sib qololmadi. Meni kechiring qizim. Men sizga yuz kelolmayman. Çanaqlarimga patmay, saldek eqiyotgan yoshlarni aram to'xtatib turib dedim. Bo'pti, hadi. O shularni ilib murodiga yetgan bo'lsa, hech qisi yo'q. Men o'lib qolmasman. Bu etni olib, hammani Xudo qo'yib berdim. Atika Madi o'qish bitirib yurtga berishimni, bir o'ringa o'rinlashib bo'g'icha uyida o'z uyimda turgandek turishimni, men o'z bolasida yaxshi ko'rdigimni aytdi. Uning rahmat aytib, telefonni qo'ydim. Yuragimni ajoyib bir ig'ir azob tortildi. O'z-o'zimga pichirlab dedim. G'ayrat qil, Mahira. Bu kunlar o'tib ketadi. G'ayrat qil. Abduxoliq meni izlamagili xeyli kunlar bo'lib qoldi.
Kallamda her xil savollar kezatdi. Ammo bir qanoatlanarli javob topolmaydim. Oxirgi o'qish yilim bo'lg'achqa darslarning besimi og'ir edi. Endi bo'lsa yurtga bormay Urumchida qilishni o'ylab o'tdim. Apamning qabri beshini pat-pat berib yo'qlab tursam bo'ladi. Shu kuni kayfiyatim toza yaxshi emas. Ruxsat so'ragan edim. Atdiganlik nashtadan keyin yotoqda mo'nglinib o'tirdim. Yotoqning telefoni sayrab ketdi. Telefon trubkasini qo'limga elishimga Abduxoliqning ovozi anglandi. Hey, Mayrama, men Abduxoliq. Ha, men nimandaq uzoq yo'qolib ketisiz? Telefoningizga telefon qilsam etdik, faqat ilinmadi. Ko'nglim bek yerim Abduxoliq, siz bilan ko'rishaydigan, ko'rsak bo'lamdi. Ma'qul Mayra, men sen bilan ko'rishaydigan, seni bek sig'indim. Uning ovozidan sal jiddiylashganini his qildim. Yurtqa mangdigan chig'imda bir savoqdishimning telefonda uningga jiddiy ishim chiqib qilib, yurtqa mangdim deb qisqa uchur yo'llab atgan edim. Opamning ishini aytib ko'nglini parakanda qilg'im kelmagan. Endi bo'lsa bechora opamning o'limini uningga aytib, uning tasallisi bilan miskin ko'nglimga oz to'lish bosdigim keldi. Endi bu dunyoda Abduxoliqdan bilak yaqin odamim yo'q edi. Biz ko'rishganda bo'lsa, bu gaplarni uningga aytishdan yoltayib qoldim. Chunki uning ruhi oldi meningkidan necha hassa yomon edi. Oppoq yuzlari qordab, sal chidab qolgan, ko'zlarining nuri o'chib o'tirishib qolgan edi. Uning bunchalar o'zgarib ketganining tegiga yetamaydi. U titrab turgan qo'llarini tutib turdi. Mayra, meni kechirgan, sen yuzi kelolmayman. Sen Arabla anlaşması doğrusu mağazı ettiğinde ben Allah burnumdan kapına desep oldum. Senden bu işten düşürdüm. Sana uğruz azar verdim. Onun gerçekten köylüm gibi vahim yıkılıp saymıştım. Bana tersiyden Abduxoliq. Sizin min oldu. Bana rast gel bakalım. Seyarimine ahir kıltak düşürdüm. Ben bunu diyeceğim sana, sen de intikam almadı. Bana ahir bir intikam aldı. Benim bir moyumga tekki adamım, ben de kutlanmadım. Ama hem de sana bir kağıt verdiğin tamam yok. Sen kalenderden poku doğru emez. Sen artık ben diyeceğim. Dönem bol. Biz gelip büyüme. Buyur. Sağdaşlarım bir maç kadar tamamlanıp bu yerden akşam toplam benim bana yetişmedi. Ki ben akşam duran Discord'da acayip indirip düşündüm her zaman. Uykumda doydu. Ata-anamda bir maç kadar alda pul sağızdım. Arkadaşlar Discord'da acayip beni qarzını qaytar deb söyledi.
u zahar chekadiganimni biletdi. Navoda qarzni vaqtida qaytarmasam, maktab rahbarligiga ishlarimni inkos qildiganlarini aytib, menga tahdid soldi. Mana u menga bergan muhlat to'shqin 2 kun vaqt qoldi. Navoda men uning pulini qaytarmasam, u meni maktabga inkos qiladi. Men maktabdan aydilaman. Mayra, shu topda kallam quruq, hech bir amal qila olmay seni izladim. Menga yordam qil. Shu topda mening xumarim bahri tutib ketdi. Yenimdagi eng oxirgi tamakini chekib olsam, endi ikkinchilab chekmayman. Qattiq iradaga kelib tashlayman. Bak bo'lamsam ota-onamga aytib davolanaman. Menga yordam qilgin jinim. Diskoxona xo'jayinining qarzini to'lib olay. U oldimga yugurdi. Ko'zlaridan to'xtamay yosh quylatdi. Endi har nima degan bilan o'rniga kelmaydi. Çanaqlarıma patmagan yaşlarımla testi sürttüm, onu yülep durğuzdım. Buldu yatqanıq. Sığlımam. Ben sizge yardım kılmasam, kimge yardım kılma? Eyni çağda meni qutquzmagan bolsanız, bu günlerge mutlularımı bulmazdınız. Hemmege men sebepçi. Meni keçirin canım oldu xalq. Yo'q Mayra, men sana üzgülemeyman. Kechirimni men sendan so'ray. Meni kechir Mayra. Sizning ütüne yaptı xalq. Endi Farhod bilan ko'rishmang ma'qulmi? O bir nimani ikkinchilab og'zingizga olmang. Menga va'da bering. Va'da beray jinim. Mayra uni rastili ikkinchilab chekmayman. Bu seningiz nima chekmang. Aykilaga navni nejisini tashlaydi, aykilaga. Yo'q jinim, men shu topda faqat bo'lamadim. Meni mushini chekkil qo'y. Bo'ldi, men mangdim. Bundan amanlık bu, beni izle. Telefonum uçuk. Buldum, ben kettim. Altı xalq! O, kolumda yulqunub çıkıp, şamalda yürek gözüne ayıp oldu. Ben turgan cayımda qiytibli kaldım. Kartamdaki pullarını allı burun okuş puluğa tüylü etken idim. Yenimde aramda 500 yönden artıqıрақ pul var idi. Apamın jığıp koygan az dolu pul var idi. Ayni çağda könglimning perişanlığıda o pullarını xiyalımdan geçmepti. Keyin o pullar dadamdan aşmapti. Endi bolsa kallamning içimi, teşimi qatdi. Güzel Nur'a azroq pulga ehtiyojim bor dedim, o 500 yön yordam qildi. Hamma yoqqa qattirdim. Bana hiç yerden pul bitmedi. Ahir Dönkörükdeki bir səygahxanaga kirib, rahmetli apam elib bergan oltin zanjirimni 1000 yönga sattım. Pul yanılı kamlaydı. Uzaq o'ylanib, kallamga kelgan bir xiyoldan cho'chib ketdim. Shunda qilsa bo'ladimi? Men boshqalarning og'zidan qon setish degandek gaplarni anglagan. Bugun bu mening o'sha anglaganlarimni o'z realligimda tunji qitim sodir qilishga urinishim edi. Abduxoliq uchun, uning keyingi baxtli hayoti uchun shunda qilmaymi bo'lmaydi. Shuni xiyolimdan o'tkazgandan keyin qadamimni burdim. Muntazam qon oldigan qon punktlarining tekshirishi to'la. Balkim Abduxoliqqa ulgurmasligi mumkin. Men shularni o'ylab, har xil e'lonlar chaplangan tomlarga bir ko'z yugurtdim. To'satdan bir e'lonni ko'rib, ko'zlarim pallida yo'rib ketdi. Bu e'longa xanzuch qilib, qon olimiz bahosi yuqori deb yozilgan edi. Adresi yozilmagan bo'lib, faqat ostinqi tarafiga aloqalashgan telefon nomeri yozib qo'yilgan edi. Men sumkamdan qalamni ilib, aloqalashgan telefon nomerini yozib oldim-da, telefon qilish uchun maqdim. Bu yana shunchalik tezda topdim. Bu uy shunchalik mehnat bo'lib, qandaqdir bir nimaning sesiq purqi odamning ko'nglini aynitdi. Uyning yon tarafiga qo'yilgan ko'n siriq o'rindiqda menga o'xshash hojatmanlardan bir nechasi o'ltiradi. Ular menga shundoq tez qardi-da, yana ko'zlarini chaqqonlik bilan ilib ketishdi. Ularning chiroyi shunchalik xunuk edi. Nuri o'chgan ko'zlari nimalardir so'zlayotgandek qiladi. Gerçi ular bilan bir ig'iz paranglashgan bo'lsa-mu, ularning o'zlarini qachirishlaridan bu xiyolimdan yotdim. Hayot badlarni har ko'yga sala oladi ekan. U gohida asaldan tatliq bo'lsa,
gayri kekritin açık iken. Bu dünyaya doğulduk mu? Yaşamaslık amal yok iken. Turmuş bayashab, muqim xizmat o'rniba, hech nimadan g'imi yo'q, baxtiyor kishilar hayotning ochiq tarafini tushunmaydi albatta. Hayot qo'ynidagi nurg'un bechoralar armonlarini quchoqlab, g'azam bo'lgan yo'pirmoqdek sarg'aygan peti u dunyoga ketadi. Seriq o'rindiqda o'ltirganlar bir-birlab ishlarni bajarib bo'lgandan keyin uchisiga sarg'ayib ketgan maynat xalat kiygan g'o'r-qapoq qiz qanchalik qonsatligini so'rdi. Mingyanlik dedim men. U meni allaqanday bir hujjatga qo'l qo'yg'izgandan keyin oddiy tekshirish qilib, maykamni turib qo'yib, siyoq rezingi bilan beligimni mahkam bo'g'di-da, dezinfeksiya qilmagandek ko'rinadigan yo'g'on yenglisni to'mirimga sanchdi. Menimga chiqqan ochiq bir og'riqdan ko'zlarimni ching'ida yumib oldim. Bir chaqda beshim qiyib, ko'z oldim qorong'ulashdi. Yumulib ketayotgan ko'zlarimga so'rtliq paqining qo'rsiqdek to'mpiyib chiqqan, qonlarimni to'xtamay dam tortayotgan qon xaltisi g'ilpal chiliqdi. Tova, qon xil qimmat deb anglagandim. Ming yuanga ajab chiqqan keldikina. Ko'zimni ochsam, bayonqi seriq o'rindiqda yetibdiman. G'o'r qapoq qiz sovuqqina muomalasi bilan qo'limga ming yuan pulni tutqizdi. Tenimda madar yo'q edi. Ig'ir qadamlarimni tasti ko'tarib bu yerdan chiqdim. Ko'zlarim yumilib, beshim chinqilib turardi. Shuncha qiynalib maktabga keldimda karvatimga arat chiqdi. Tong otdi. Maqdursiz tenim bilan atdigan ishtihosiz nashta qilib darsga chiqdim. Tushdan burunqi dars oxirlashib, yotoqqa kirib, Abduxoliq pulning amalini qilganligimni aytish uchun telefon qildim. Uning telefonini boshqa bir notanish odam oldi. "Bay, siz kim? Bu Abduxoliqning telefoni-ku?" Siz telefon qilgan bo'ldingizmi, Abduxoliqmi? Ha, u yo'qmi? U nakatdi. Siz kim? Abduxoliq deganingiz uchtisi kavchechka mayka, oq chapon, qarishdan kelgan, so'lmangizda kichik ming bor oq yuzlik bolami? Ha, uning nima bo'pti? Ben Dönkörük Saqçıqansidan Azmat Bulman. Bugün etdigan ammining inkas bo'yicha naq maydonga borgan edik. Yanında chiqilish oldida turgan usti uchuq bu uyda yigit tumurga zahar urgan paytda ketib qopti. Yenda kichik zerak telefondan boshqa oilasi bilan aloqalashgan hech qanday bir narsa yo'q ekan. Biz uning oilasiga qanday xabar qilishni o'ylashotsak, siz telefon qilib qoldingiz. Darhol Saqçıqan kelib bizlar hamkorlashsangiz bo'pti ekan. Yuragim qartidi qilib telefon trubkasi qo'limdan tushib ketdi. Men ham bir xanjar tiqib qo'ygandek og'rib, bu og'riq butun badanimga tarab ketdi. Maktabdan yugurib chiqib taksi to'sdim. Tez bo'ling, Dönkörük Saqçıqansiga borma. Saqçıqanga kiribla Abduxoliqning jasadini ko'rdim. Lashdek oqargan chiroy, ko'kirib gaz bog'lagan lav. Bu hayotga qonmagan, yerim yumilgan ko'zlarning hammasi qo'shilib bag'rimda abadiy qetib qoldi. Yardan to'milgan toshdek Abduxoliqqa tashladim. Yoshlarim uning sovuq yuziga temib, tanlarim uning jonsiz tenini quchoqladi. Barliq ovozimni qo'yib berib vaqirdim. Ah Xudo, zada nima uchun bunday bo'ladi? Abduxoliq rostla o'lib ketdimi? U rostla o'ldimi? Parachil bo'ra, yalmavuz. Sen hamon jajoni yeysan. Bir necha soqchi Abduxoliqning jasadini yo'q
mening yuragimni bag'rimdan yulib ilib, boshqa uyga ilib chiqib ketdi. Bir necha ayol saqchi yanimga kelib, ko'z yomg'irdak to'kilayotgan yoshlarimni eritib, tasalli berdi. Azmat degan saqchi menga o'zini tanishtirgandan keyin so'radi. Siz uning do'stimi? Men yiqitib turib javob berdim. Siz uning zahar chekadiganini bilamdingiz? Qoldim bir kun bo'ldi. Uni to'smadingizmi? To'sqan mush og'riqdim cheksam, endi ikkinchi chekmayman deb menga yana gap qilgandekmi fursat bermay ketib qolgandi. Shundaqmi? Boya siz Parat degan birisini ismini chiqardingiz. O'zgacha bilan uning munosabati bormi? Ko'z jiyaklarim kerildi. Titrayotgan lavlarimni alam bilan tishlab javob berdim. Albatta munosabati bor. Abduxoliqning menga aytib berishicha, uning zahar chekishni Farhod o'g'itibdi, ham sitib beribdi. Siz Parat deganni tanimsiz? U mening savodishimdi. Uzun bo'ldi. O'zligidan dars tashlab, maktabga kelmas bo'lib oldi. Maktab rahbarligi uni o'qishdan to'xtatish oldida turdi. U Urumchidimi? Siz uni aloqalash telefon nomerini bilamsiz? Bilmayman. Ammo Abduxoliqning telefon xotirasi bo'lishi mumkin. Saqchi menga Abduxoliqning telefonini berdi. Qani izlab beqing. Abduxoliq Farhodning telefon nomerini ismi bilan kirgizib qo'yibdi ekan. Men telefon xotirasidan Farhodning telefon nomerini tezla topdim. Mana shu. Saqchi telefon nomerini xotirlab oldi. Ondan menga qarab, Bundaq ish, sizning deganlaringizdan Paratni zahar so'tsiz qilamdikan deb gumon qilyapmiz. Ammo hozir qo'limizda uni ayblaydigan paket yo'q. Siz biz bilan hamkorlashib, uni paket bilan qo'lga tushirishimizga yordam qila olasiz. Qanday qo'shilamsiz? Farhod cho'qim qonunning jazosini tortish kerak. Gerçi ko'nglim shu qadar parokanda bo'lsa-mu, men saqchiga bu ishga tashabbuskorlik bilan qo'shilganligimni aytdim. Keyin saqchining ko'rsatmasi bo'yicha Farhodga Abduxoliqning telefonida telefon qildim. U telefonni tezda ilib so'zlab ketdi. Voy, Xoliqmisan? Qanday bayqosh, xumaring tutdimi? O'tgankidek bag'ga amdi beramayman. Qara, menmo noyaydigan odam. Tamakining boshi usab ketdi. Pulang bormi ya? Men amal ba o'zim tabiiy tutishga tirishdim. Farhod, men Mahira. Voy, senmitang. Makallamız ya. Nim poqigan qog'ida gap qilmay tursa, sana demaydigan gapdan deb sotman desa. Qanday meni seg'inib ashnangning telefon qildingmi? Ayni chog'da gapimga ko'nmay, tishlab olgan yeringda hozirg'ish totiqba. Xemanga yenib qoldingmi ya? Odamga nasat gap qilmag'ina, lekin sen qilgan bu telefonim zo'r xushallik ib keldi-jimi sana? Men zo'rg'a kulib qo'ydim. Poh. Bunda degan qanday xushalliqdi u? Tamak olay degan, og'andim jiqroq olaman. 20 gram. Qanday? Xush bo'ldingmi? Ey. Tamakini do'konda sotadi qara. Men sotmayman. Do'qmishlarda jiqqo tamak degan. Ammo qaplab sotadi, gramlab emas. To'liq gapdanlik qilmag'ina. Abduxoliq loteriyadan cho'ng mukofot chiqqandi. Jiqroq ilib olayli dedik. Mendan yo'shamsangmi, men burunli biletdim. Qanday? Sotamsa, milang bormi yo boshqa yerdan topaymi? Bu degan sen uchun cho'ng so'dijimi? U biroz turib ketib eg'iz ochdi. Malg'o ba, ammo Abduxoliq menga nimish o'z telefon qilmadi. Voy sarang, u shu topda xumor tutib, mening tezroq tamak ib kelishimni kutib yotadi. Amsi bo'pti. Ba'zanmi beray.
Men endi baribir maktabga bormayman. Men hozir poyezd stansiyasi atrofida shu yerga kelib telefon qil. Atrofingga qarabroq kel Juma. Hozir soqchilar bek yomon. Ma'qul amsa, shundoq bo'lsin. Shu yerga borganda ko'rishinglar. Xo'sh. Puhraj kiyingan soqchilar bilan poyezd stansiyasiga keldim. Soqchilar o'zlarini taldiga ilishgandan keyin Farhodga telefon qildim. U meni xeyli uzun yo'l mang'izgandan keyin xeyli chetdagi bir ko'chaga boshlab akirib dedi. Tez bo'l, pulni chiqar. Bir qo'lda pulni elib, bir qo'lda molni berma. U qo'yindan xiroyini chiqardi. Men soqchilar bergan pullarni elish uchun sumkamni echishga tamshaldim. Angacha osmondan tushgandekli paydo bo'lgan soqchilar Farhodning qo'liga qo'y silib ulgurdi. Bu daqiqalarda yuragim qattiq so'qib ketdi. U keyniga qarab g'azab bilan vaqirdi. "Vo, razgijalab qarab tur. Seni qanday qilib o'lmasam-da hamon qo'limga tushsa, shu chaqda burningda buloq chiqaradigan bo'lsa, Farhod donmay ketay." Menmi uningga anglatib dedim. Sen Abduxoliqning yana shuningga o'xshaydigan nurg'unlagan yoshlarning hayotiga changal solding. Sen buning uchun bedel to'lashing kerak. Men soqchilar bilan birga soqchixonaga keldim. Keyin bu shum xabarni yuragim xun holda Abduxoliqning ota-onasiga yetkazdim. Quloq tüyümdə qalbi mehr-muhabbət bilan liqqida to'lgan bir onaning echinishli yig'i ovozi ko'tarildi. Vujudim silkinib ketdi. Mening yoshlarimni chanoqlarimga patmay quyildi. Abduxoliqning ota-onasi bilan ko'rishganda o'zimni zodil tutib qololmadim. Uning opasiga o'z opamga esilgandek yig'lab esildim. Meni kechiring ada. Abduxoliqni bu yo'ldan qaytarolmadim. Onamga yaxshi qo'yolmadim. Asliga yuz kelmayman. Ana mehribonlik bilan yoshlarimni ertdi. Yo'q. Undaq demang qizim. O'g'limning peshonasi shundoq o'xshaydi. Taqdirga amal yo'q. U sizning gapingizni menga bek to'liq qilib beradi. O'g'limga istiqbol. Sizga visol quchoq ochqicha bu ishlar bo'ldi. Bechora bolam bu ishni vaqtida bizga degan bo'lsa, bu yo'ldan qaytara olaydik. Bolam aqlsizlik qilibdi. Hammamizning ko'ngli bek parishon. Qanday qilamiz? Yana yashimay bo'lmaydi. Anim bo'lsa, sizning yordamingizda o'g'limni bu yo'lga olib kirgan mal'un tutilibdi. Uning jazosini qonun bersin. Sizmi umidvor bo'ling qizim. Mumkin bo'lsa, bizning yurtlarga bering. Sizni o'z qizimdek ko'rma. Ana yig'lab turib shularni degan chaqda ko'zlaridan monchaq yoshlar tomilib tushdi. Ota, gerçi onadek ezilib yig'lamagan bo'lsa-mu, men uning qizargan ko'z jiyaklaridan bizga ko'rsatmay yig'laganligini sezdim. Uning bag'rimi onaga o'xshash xun edi. U menga chiq gap qilmadi. Sizmi bizning bolamiz. Qiyinchilik uchirsangiz bizni izlang. Qo'limiz ko'ksimizda qizim. Men ular razmanlik bilan beshimni langishdim. Ular yurak parisining, shundaqla mening vafodor ko'z qarchig'imning jasadini xeyli qimmat qira bilan yurtiga ilib mangdi. Men yoshlarimni to'xtatmagan holda mashina keynidan xeyli bir yerga yugurdim. 2 kundan keyin men diskoxona xo'jayinini tepib, Abduxoliqning ahvolini aytib, u qarz olgan pullarni to'lab etdim. Vafadorim hech kimga qarzi bo'lmay, u dunyoda xotirjam yotsin. Ro'yi qo'rilmasin deb o'yladim. Bu qarzning ishini uning ota-onasiga demagan edim. Eng oxirgi o'qish yilimni yuqori natija bilan bitirib, davlatning imtihonidan o'tib, til adabiyot o'qitib bo'ldim. Yurtga bormadim. Urumchi
mening ikkinchi yurtim edi. Aradan 3 yil o'tib ketdi. Bu yillarda mening sungan ruhimga mehribon opamning, Abduxoliqning ruhi hamroh bo'lib keldi. Ularni har vaqt yodimdan chiqarmadim. Abduxoliq bilan opamning yonimda yo'qligi har zamon dilimni asimi, ammo men yanada go'zal turmushimning bo'lishini tunib, oxir Hasanjonni tanladim. Ammo bu daqiqalarda taqdir menga ig'ir chaqchaq qildi. Buni qabul qilmaslik amali yo'q. Balkim 5-6 yil yig'lab qaqshab, asta-asta shamdek erib tugayman. Yoki bir mo'jiza yuz berib saqayib ketaman. Mayli nimali bo'lsin, men oxirgacha to'lib tashqan umid, ishonch bilan yashayman. Mening Hasanjonga o'zimning bir pok qiz ekanligini shu qadar tushuntirgim bor. Balkim bu bir ahmoqlikdir. Lekin men yana qo'limga qalam ilib Hasanjonga o'tmishimni bayon qilib bir parcha xat yozdim. Shundoq gumonim bor. Bu kasal menga yilqi chaqda qon sotgan chaqda yuqqanmikin deyman. Telefonning tuyuqsiz sayrishi xiyolimni bo'ldi. Telefonni bir o'quvchim urgan edi. Ma'lum, yaxshimisiz? Yaxshi, sizmi obdan turgansiz? Yaxshi ma'lum. Siz roman o'qishga to'lim amroqdingiz. Kitobxonaga kirgan, qarsam Sadoqat nomli roman yangidan nashrdan chiqibdi. Sizga sovg'a qilish uchun birini olgan. Olib beraymi ya? O'quvchimning bu yaxshi ko'nglidan to'lim ta'sirlandim. Rahmat sizga. Bo'ldi. Atli alay bulamdi. Avar bu kep jirmang. Ma'qul ma'lum hamsa. At ko'rsayli. Ma'qul xo'sh. Aman bo'ling. Men ilgari materiallardan AIDS virusining ko'payib ketishini tizginligini bo'lganligini ko'rgan edim. Darsdan tushib, zo'r g'ayrat bilan Hasanjonga yozgan xatimni berib, doktorxonaga yo'l oldim. Doktorning kuyimchanlik bilan bergan maslahati, qilgan illiq muomalasi menga xiyli ta'sir qildi. Doğrudanmı bek, ruhi təsəlliga muhtajsiz. Ruhingizni ko'tarib yuring, o'zingizni xushal tuting. Umidvor bo'ling. Atrofingizga har bir narsaga muhabbat bilan qarang, dedi doktor. Maktab darvozasidan kirib etib, Hasanjonning chaqirganini anglab, qadamlarimni to'xtatdim. U yonimga yugurgandek chaqqonlik bilan kelib dedi. Mayra, kechiring. Sizga behuda azor beribdiman. Oldingizda to'limi xijilman. U qo'limni kappida tutdi. Biz to'y qilaylik. Menga teging bo'lamdi. Cho'chib ketdim. Beshimni ko'tarib, g'amkin ko'zlarimni uning ko'ziga tikdim. Uning bir juft ko'zi qat'iylik bilan menga tikilib turardi. Uning qo'lini silkib Siz sog'mi ya? Shu topda o'zingizning nimda otganligingizni bilamsiz? Men degan aydiz. Keslimdan sizga yo'qib qilishdan qo'rqmamsiz? Siz yana men bilma obdan. Mening nazarimda o'zi chin yuragidan yaxshi ko'radigan odam uchun o'zini beg'ishlashni xohlamagan odam haqiqiy odam emas. Siz saq vaqtda sizni suyib, sizni chin yuragimdan yaxshi ko'rib, endi bo'lganda sizni tashlab tamdim. Yo'q, men unda qilmayman. Mening vijdonim buni yo'l qo'ymaydi. Biz ketaylik, yiroqroq ketaylik. Yağmurdek to'kilayotgan yoshlarimni tasdi ertib, eg'izimni tasdi o'malatdim. Bu sizning xiyolingiz xolos. Bu holatim bilan sizning pok muhabbatingizni qabul qilolmayman. Bu gapingizni men tushundim, anglashni o'ylab boqmagan. Mana endi o'z qo'lig'im bilan reallikni anglayapman. Rahmat sizga. Muhabbatingiz menga tegil bo'ldi, Hasanjon. Bu gaplaringizni anglab, o'zimni shunday baxtli his qilyapman. Bu dunyoda meni chin yuragidan suydigan yana bir odam borkan. Men yashayman. Cho'qim uzun yashayman. Yo'limni to'smang.
Xo'sh. Qadamlarimni tez-tez ilib mangdim. Necha qadam mengishimg'ila u yugurib kelib meni quchoqlab oldi. Mayra, sizni chin yuragimda yaxshi ko'rman. Meni qabul qiling. Uning kang gavdasi yenik silkindi. Demak, u yig'layotdi. Mayra, mayli siz qanchalik yashang, men sizga mangu hamroh bo'lishni xohlayman. Manga ma'quldan men rostla Yo'q, bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi. siz Men lavlarimni qattiq tishildim. Mundaq bo'lsin. Men texi o'lib ketmayman. Doktormi dedi. Virus tizginlaydigan dori o'qillarni uziltirmay ishlasam, necha 10 yil yashashimdan umid bor ekan. Xohlasangiz, siz mening eng yaqin do'stim bo'ling. Sig'amg'immi? Kulkangimmi jo'r bo'ling. Men sizdek bir yaxshi do'stimning bo'lganligidan suyunib, kulib yashay. Ma'qulmi, Sanjon? biroq men rostla Bo'ldi. Endi anglag'im yo'q. Deganlarimga qo'shilamsiz. Savol nazar bilan uning tikildim. biroq men Shundoq bo'lsin. Biz do'st bo'laylik. Xohlasangiz, mangu ayrilmay yaxshi o'taylik. U beshin sanglatguncha yerga qarab oldi. Men mengishga tamshaldim. to'xtang. U ishtikli kirib ketib, bir dasta gul bilan liq bir xalta olma ilib chiqdi. Bu guldan sizga bo'lgan cho'nqur muhabbatimni his qila olasiz. Bu olmadan bo'lsa, sizga bo'lgan samimiyatimni ko'ra olasiz. Buningdan keyin sizga har kuni olma bilan gul so'q qilman. Oldimizgi bayramda sizni janobga olib baylandirib kelishni o'ylagan. Birga borayli bo'lamdi. Sizdan 1 minutmi ayrilg'im yo'q. Bo'ldi. Rahmat sizga. Men u bergan gul bilan olmani ilib, uning yenidan ayrildim. Ikki tomchi yeshim mag'zimga dumlab tushdi. Keynimdan u ulli qilib degan gaplarni angladim. Mehris qiz. Atrofingizda sizni suydigan odamlar yanada ko'p. G'ayratli bo'ling. Yuragimga illiq bir tuyg'u eqib kirdi. Men asta keynimga o'rilib, uning qarab beshimni ling'shitdim. U yoshga to'lgan ko'zlarini menga tikkincha asldagi o'rinda qarab turadi.